Ulug'bek tumani Nikitinada sizlarga ko'rsatadigan uyimizni bir ko'rsatib o'taman. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan uyimiz bo'ladi. 5,5 sotuvdan iborat. Fasadlariga e'tibor berasizmi? Bu uyimiz haqiqatda chiroyli qilib qo'yilgan. Men bundan bitta videoni olib berishga harakat qilaman. Uyimiz to'g'ri aytaman, bu uyimiz haqiqatda puliga stoyishi deb ayta olmayman, chunki narxini oxirida va bemalol oblochkadan ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Uyimiz fasadlari, mana bu ziloniy zonalarga bir e'tibor bersanglarchi, haqiqatdan mehr berilgan. Mana bu tomonni ko'ryapsizmi? Haqiqatdan maza qilib dam oladigan joyimiz bo'ladi. Uyimizga ikki tomonlama kirsanglar bo'ladi. Bu yerdan hovlidan tashrif buyursanglar bo'ladi va uyimizda bu tomondan tashrif buyursanglar bo'ladi. Hozirlarga ko'rsatib o'tamiz. To'liq videoni aynan sizlar uchun bitta video olaman. Haqiqatda bitta like bilan podдержка qilib qo'yinglar. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Shundoq darvozxonadan ham kirsanglar bo'ladi alohida va uyimizda bu tomondan kirsanglar bo'ladi. Uyimizda bemalol 3 ta mashina bemalol sig'adigan joyimiz bor va uyimizda bu barbekyu zonasi bo'ladi. Aynan do'stlar davrasi, oilaviy davralarda maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu tomonni ko'ryapsizmi? Bu tomoni uyimizdan alohida ajratib qo'yilgan. Bu nima desanglar, ko'rsatib o'taman. Bu tomonimiz, bu tushunib kirsanglar, bemalol dam oladigan zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda bemalol yozda ham va qishda ham foydalanadigan basseyn qilib ketilgan. Ko'ryapsizmi? Ham bu yerda zimniy qilib qo'yilgan, ham bu yerda yoqib qo'ysanglar suv isib turadigan ham qilib qo'yishgan. Uyimizda bu yerda turistga hammom va bu tomonimiz sauna qilib ketilgan. Misol sauna bor, rossiyskiy saunalardan qilib ketishgan. Mana bu tomonimiz sanuzul hisoblanadi. Uyimizda endi ichkarisini ko'rsatib o'tamiz. Uyimizda garaj qismidan shunday kirishimiz bo'ladi. Garaj qismidan kirganimizda chap tomonimizda bizda alohida bu yerda sizlarni o'ylab bu yerda shkoplar qoldirib ketilgan, bemalol kiyimlarni qo'yib qo'yadigan joyimiz bo'ladi. O'ng tomonimiz bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Ko'rsanglar, bu eng fishkaviy joylardan bittasini ko'rsataman. Bu hol qismi bo'ladi. Uyimizda hol qismi ko'ryapsizmi? Biram boshqacha qilib qo'yishgani, hol qismini haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Bu yerda panoramli oynalar qoldirib ketilgan. Bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. Bu uyimiz ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Birinchi qavatda ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Boshqacha qilingan va bu tomonimiz bizada birinchi qavatda общий sanuzul bo'ladi, gostovoy sanuzulimiz. Qarasanglarchi, buni ham boshqacha qilib qo'yilgan. Uyimizda endi bu tomonimiz zal qismi bo'ladi. Zal qismidan ko'rsanglar bo'ladi. Yuringlar, endi sizlarga podvolini va ikkinchi qavatda bo'ladi. Ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Uyimizning ikkinchi qavati bo'ladi. Ikkinchi qavatini atalabdan shu joydan boshlayim keldi, ko'ryapsizmi? Bir ham eng o'ziga talpinadigan joyimiz bo'ladi. Bu tomonga ham bitta e'tibor berib qo'ying. Haqiqatda ikkinchi qavatga chiqaverishimiz bo'ladi. Sirazi keyingi xonalardan boshlab ketamiz. Bu xonamiz ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Bu yerda o'zini sanuzullari ham qilib ketgan. Ko'ryapsizmi? Haqiqatda bu o'zini garderob xonasi bo'ladi. Lustrlarga e'tibor bering. Zo'r qilib qo'yishgan. Keyingi xonalarga endi o'tib ketamiz. Shuni o'tganimizda bu yerda alohida yana bitta kattagina hol tashab ketilgan. Bemalol divanli kreslolar qo'yib qo'ysanglar, bu yerda ham o'tiradigan zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu tomonimiz yana bitta yotoqxona qilib qo'yilgan. Katta farzandinglar uchun yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomonimiz yana xuddi o'shunaqa sanuzul qismi va bu yerda garderob xonasi tashab ketishgan. Yuringlar, keyingi xonalariga o'tib ketamiz. Bu yerda bitta детский spalnya qilib ketilgan. O'g'il farzandinglar uchun детский spalnyasi bo'ladi. Kerakli bitta lyustrasini ham bitta yoqib qo'ying, ko'rasizmi? Mazza qorasin. Mana bu tomoni endi общий sanuzul qilib qo'yishgan. Bu tomonimiz endi yana bitta детский spalnyasi. Bu endi ko'rsanglar, mana aboyga bir e'tibor beringlar, boshqacha qilib qo'yishgan. Bu yerda endi qiz farzandinglar uchun xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi sizlarga podvol qismini ko'rsatib o'tamiz. Podvol qismiga tushib ketamiz, yuringlar. Bizda podvol qismi bo'ladi. Podvol qismiga shuni tushganinglarda bu yerda o'ng tomonimizga joy qoldirib ketilgan. Bu nima desanglar, bu alohida ko'chadan tushadigan joyimiz bo'ladi. Nimaga bu qismi eng zo'r domla? Bu yerda uyimiz bilsanglar, uyimiz yuragi bo'lgan отопление tizimimiz ham bor. Ustiga kelganda uyimiz ichkaridan kirishmaydi. Bu yerdan bemalol ko'chadan tushirib yuborsanglar bo'ladi.
Bu ham eng zo'r yechimlardan biri hisoblanadi. Yuringlar, keyingi xonalarni birin-ketin ko'rsatib ketaman. Bu xonaga o'tganinglarda ko'rsanglar, o'ta bitta katta пространство qoldirib ketilgan va bu tomonimiz ko'rsanglar bemalol foydalanadigan zonasi bo'ladi. Farzandinglar tushib yuborsanglar bemalol maza qilib o'ynaydigan zonasi. Yuringlar, keyingi xonalariga o'tib ketamiz. Mana bu tomoniga men qattiq qoyil qoldim. Ko'tarayapsizlar. Bu tomonimiz отопление tizimi bo'ladi. Отопление tizimini bitta ko'rsanglarchi, shunaqa akkuratni ishlangan, har bitta detali shunaqa chiroyli qilib qo'yilgan, uyimiz yuragini sezdirib qo'yish uchun ko'rasizmi? Akkuratni ishlangani uchun mana bunaqa alohida turbalar tashab ketilgan, ko'rasizmi? Mazza qilib yuboradigan joyi. Shu yerda o'ziga bitta like bosib qo'yish hammamizga nasib qilsa. Ko'rasizmi? Bu uyimiz yana bitta xuddi shunaqa kichkina xonasi bo'ladi. Bu ayol farzandinglar uchun joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu tomonimizda endi kichkina sushilniy xona qilib qo'yilgan yoki garderob xona ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomonimizda ham yana bitta xuddi shunaqa xona tashab ketilgan. Uyimiz ko'ryapsiz, bu tomonini bemalol televizor qo'yib, bemalol o'zingizlar dam oladigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki o'zingizlar uchun как ofis sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Uyimizni ko'rdinglar. Uyimiz yana bitta takror aytib o'taman. Mirzo Ulug'bek tumanida Nikitinada joylashgan. Nikitinada joylashgan 5,5 sotudan iborat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1,200,000 deb aytilyapti. To'g'ri aytaman, bunaqa narxga bosh oydan Salkuskilardan ham uy topsanglar bo'ladi, lekin bu uyimiz Nikitinada joylashgan, shuni ham inobatga olib qo'yinglar va haqiqatda puliga stoyishi deb aytaman. Premium segmentda qurilgani uchun. Rahmat hammaga.